alla aytishni bilmaydi hozirgilar. Meni onam hozir ham aytadi, shu nevaralarga aytadigan bo'lsam. Endi men alla bilan katta bo'lganmiz-ku, ukamlarda keyingi nimasida onam ukamlarga alla aytsa men yig'lardim. Shunaqa ohang bo'lardiki, haligi ohangda yig'lardim-da, to'g'risida men shu narsani bilamanki, yig'lardim-da. Qani edi hozir ham onalar bor-ku, shunaqa bir alla aytishni o'zlari bilsa-da, u bola bor-ku, onu xonandani ovozini tanib qolyapti-da, onasidan eshitmayapti-da u allani. Onasini shirin allasini eshitmayapti-da u. Tushunyapsizmi? Bo'lmasa muzikasini qo'yib berishyapti, o'sha nimadan YouTube'ga qo'yib qo'yishadi. Hozir haligi belanchaklar chiqqan Xitoy, rahmat Xitoyga Bluetoothdan qo'yib qo'yasiz. Haligini alla aytib yotibdi. U ham yaxshi, u ham nimadan hech bo'lmaganda bitta haqiqatda aytgan xonanda aytayapti. Ma'naviy oziqani go'daklikdan bera olish kerak. O'sha ona berish kerak shuni. Yo'q, hozir unaqa narsa yo'q.